Mana shu? Yo'q, bu emas. Haliginisi. Sal kattaroq. Ana, quyonlar. Kira. Ana, quyon. Mana xonaga kirdik. Baliqqa keldik. Oqto'likka. Baliq kelsin olasiz. Ertaga nimaga? Kimni konsatiga borasiz siz? Bilmadim, erim Yulduz Usmonovaga gap ketyapti. Biz ham Yulduz Usmonovaga konsertga ketyapmiz. Biz ham oilaviy. Men bilmabman. Men erim gap ketyapti. Men quruq qo'yib. Nima? Shunaqa marta ertaga Andijonda ekan. Va yana boshqalar ham bor ekan. Kimlarga ma'lum, lekin Yulduz bor ekan. Erim olib qo'yibdi. Biletlarni. Menikiga menimcha Umida Mirhamidovani oq atir yo'llariga borsam kerak. Siz ham boraveramiz. Yo'q. Mayli, sizlar endi podrugam ham kimnidir chaqirayotgandir, unda bir gitarist bo'lsa ham. O'zigina o'ydi. Mana baliqlar keldi. Kelinglar iftorga. Kelinglar iftorga, ozgina vaqt qoldi, o'rtoqlar. Mana go'shtli nonlarimiz, salatlarimiz. Mana iftorga, oqto'rlikka keldik mana. Qora to'rliklar qizlar. Nima qilishdi? Qora to'rlik. Mana Jamila o'zi yeyora ekan-ku. Jamila kuchli qizi. Mana. Ko'rpaga tashlab qo'yman.